بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Bizlarni islom bilan aziz qilgan, namoz kabi buyuk ibodatni nasib qilgani uchun Robbimizga behisob hamd aytamiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, ahli baytlariga va barcha sahobalariga Allohning salovati va salomi bo'lsin. Avvalgi qismlarda namozning Me'roj kechasida farz qilinishi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlari va sahobalarning xushuvi haqida suhbatlashdik. Bugun 4-qismni davom ettiramiz inshaalloh. Bugun esa bir savol haqida o'ylab ko'raylik. Agar namoz bo'lmaganda, birodarlar, bir kun tasavvur qiling, yer yuzida azon eshitilmaydi. Masjidlardan Qur'on ovozi kelmaydi. Hech kim sajda qilmaydi. İnsanlar faqat dunyo uchun yashaydi. Bunday hayotda qalb tinchlik toparmidi? Yo'q, chunki insonning ruhi Allohni tanish uchun yaratilgan. Shuning uchun dunyo boyligi ko'paygan sari ham ba'zi insonlarning qalbi bo'sh qoladi. Uy katta, mashinasi yaxshi, ishi bor, lekin kechasi yostiqqa bosh qo'yganda qalbida halovat yo'q. Nega? Chunki qalbning rizqi mol emas. Qalbning rizqi Allohning zikr qilish va namozdir. Alloh taolo marhamat qiladi, astag'firullah. Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Bilingizki, qalblar faqat Allohni zikr qilish bilan orom topadi. Ra'd surasi 28-oyat. Namoz esa zikrning eng ulug' ko'rinishlaridan biridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam og'ir kunlarni ham ko'rdilar. Makka da haqorat eshitdilar, Toifda toshbo'ron qilinganlar, Uhudda muborak yuzlari yaralangan, Handaqda ochlikni boshidan kechirganlar. Ammo biror sahih rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni qo'yib turaylik deganlari kelmadi. Aksincha, u zot Bilol roziyallohu anhu ga "Ey Bilol, namoz bilan bizga rohat ber" deganlar. Birodarlar, biz esa ba'zan ishlarim ko'payib ketdi, namozga vaqt topolmadim deymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishlari biznikidan kammidi? Yo'q. Lekin u zot uchun namoz ishdan keyingi vazifa emas, hayotning markazi edi. Bilol roziyallohu anhu. Kelinglar bir sahobaning hayotiga nazar tashlaylik. Bilol ibn Rabboh roziyallohu anhu qul edilar. Islomni qabul qilganlaridan keyin qattiq azoblarga duchor bo'ldilar. Qizib turgan qumga yotqizildi, ko'ksilariga og'ir tosh qo'yildi. Ulardan butlar, ya'ni Lot va Uzzoga sig'in deb talab qilishdi. Lekin u kishi faqat ahad dedilar. Bu so'zning ma'nosi Alloh yagonadir. Birodarlar, Bilol roziyallohu anhu bu so'zni tillari bilan emas, qalblari bilan aytdilar. Shuning uchun Alloh ularni yuksaltirdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni birinchi muazzinlardan qildilar. O'ylab ko'ring, kecha qum ustida azoblangan inson bugun butun Madinaga hayya alas solah, namozga kelinglar deb chaqiryapti. Bu islomning ulug'ligi emasmi? Bu bizga nimani o'rgatadi? Alloh uchun sabr qilgan insonni Alloh xor qilmaydi. Namozga muhabbat. Birodarlar, Bilol roziyallohu anhu azon aytganda bu shunchaki vazifa emas edi. U kishi odamlarni Allohning huzuriga chaqirar edilar. Shuning uchun azonni eshitgan sahobalar ishlarini to'xtatar edilar.
Chunki ular yaxshi bilardilar. Rizqni ham Alloh beradi, barakani ham Alloh beradi. Demak, avval Allohning chaqiruviga javob berish kerak. O'zimizga nazar. Birodarlar, telefonimiz jiringlasa darhol javob beramiz. Direktorimiz chaqirsa yoki biror bir katta odam chaqirsa, kechikmay boramiz. Do'stimiz yozsa darhol xabarini o'qiymiz. Xo'sh, kuniga 5 marta hayya alas solah degan chaqiruv kelganda qalbimiz qanday javob beradi? Hozir boraman deymiz yoki keyinroq deymiz? Bu savolni har birimiz o'zimizga beraylik. Chunki namozga bo'lgan munosabatimiz Alloh bilan bo'lgan munosabatimizni ham ko'rsatadi. Qalbning sinovi. Ulamolardan biri shunday ma'no deganlar: namoz sen uchun og'ir bo'lib qolsa, qalbingni tekshir. Bu so'zning ma'nosi shundaki, mu'min o'zini ayblashdan qochmasligi kerak. Balkim nega mening namozimda xushu kamaydi, nega Qur'on o'qiganda qalbim ta'sirlanmay qoldi deb o'ylab Allohdan yordam so'rash kerak. Chunki Allohga qaytgan qalb tiriladi. Xulosa. Birodarlar, namoz bu shunchaki farz emas. Bu Allohning har kuni bizga yuborgan rahmat eshigidir. Har bir azon ey bandam, menga kel degan ilohiy chaqiruvdir. Kelinglar, bu chaqiruvga muhabbat bilan javob beraylik. Shunda inshaalloh dunyomiz ham, oxiratimiz ham nurli bo'ladi inshaalloh. Alloh taolo bizlarni namozni ko'z quvonchi deb biladigan bandalaridan qilsin. Valhamdulillahi robbil alamin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.